Dal harfi bu arab tilidagi talaffuz jihatdan eng oson harflar sirasiga kiradi, chunki dal harfi o'zbek tilidagi d tovushiga o'xshash va d, di, du yengil talaffuz qilinadi va ortiqcha o'ziga xos sifatlari yo'q va bu harfimizni talaffuzida tillar tanglayni old qismiga tegadi, ya'ni d, di, du va bu harfimiz til uchini tanglayni old qismiga tegishi orqali talaffuz qilinadi. Sifatlari ingichka, ya'ni istifoli do shaklida emas, balki d shaklida talaffuz qilinadi va harfimiz jahr va shidda sifatlariga ega. Esimizda bo'lsa, jahr va shidda sifatlariga ega bo'lgan harflar qalqala sifatini ham o'zida jamlaydi va ya'ni dal harfini biz agar sukunli shaklda talaffuz qiladigan bo'lsak, adi, idi, masalan, ahadi, ahadi yoki somadi, somadi yoki yuladi, yuladi shaklda talaffuz qilinadi.